eng arzon vodiy kanalida arzon narxda BYD Soing Plus flagship komplektatsiyada mashina 505 km zapas hodiga ega, kraskalari top-toza ekan. 2022-yil balonlarning holati zo'r turibdi. Maza qilib haydadim deyaptilar. O'zimizdan 1 yil, 1,5 yil oldin olgan ekanlar. Kraskasi tozaligida olgan ekanlar. Xuddi shunaqa qilib ehtiyot qilib haydabdilar. NFC 360lari parogli uстановка qilingan, 5 ключевой доступлari bor. Balonlar yangidek turibdi. Salonlarning holati ham zo'r turibdi. 113 ming kilometr yuribdi. Maza qilib haydadim deyaptilar. O'zi mehr beradigan odam bilinadi. Patologlaringiz pokiza turibdi. Yonimizda ham balonlarni qoraytirib, chiroyli qilib artib turibdilar. Mehr beradigan odam mashinaga o'zi sirasi bilinadi. Kraskalari toza mashinani, ishda bilinar-bilinmas rixtovkasi bor ekan. Bilingani ham yo'q. Bir qator hamma yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Zo'r holatda turgan Soing Plus flagship 505 km zapas hod. Hozirgi kunda ham yuradi. 400 indamasdan yuradi. Bular standartlar bo'yicha yursalaring indamasdan yuradi. Bundan ham ko'proq ham yuradi. Ulgurib qolinglar. $17,500 berib yuborlar. Kraskalar top-toza mashina.